bo'lgan gapi shu, sabr qil. Hamma sabrga ham chegarasi bor. Odamlarning qanaqa yashayotganini ko'ryapsizmi? Blogerlarni qarang, ayollarni qarang. Bir mashina olgan, xohlagan sayohatga chiqqan. Men siz bilan yashab nima ko'rdim? Oxirgi marta tuzukroq restoranga olib borganingiz esingizdami? Qachon tilla olib berdingiz? Tuzukroq qo'yni olib berdingiz. Ey. Bo'ldi qil dedim senga. Nima? Bo'ldi qilmasam nima qilasiz? Ey, kim bor? Salom alaykum. Va alaykum assalom. Kelyapti. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Aytmasangiz ham qo'yardim. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Kuyov bola, siz yaxshimisiz? Yaxshi emas-da aka. Nima bo'ldi? Kelishingizdan oldin kuyovingiz bilan urushib o'tirdik. Sabab? Aka, hozir kunda sal ishlarim yurishmay turibdi. Topganim ro'zg'ordan ortmayapti. Seningiz telefonida har xil blogerlarni ko'rib, shularga havas qilib, uni qilib bering, buni qilib bering deb uyda har kuni janjal. To'g'risi-da aka, dugonalarim yilda 2 bo'lsa 2 marta chetga chiqishadi. Men bozordan oyog'iga o'ta olmayman. Kuyov bola, bizani adam rahmatli hech kimdan kam qilmay katta qilganlar. O'zi tug'ib bo'lib o'sganmiz. Singlim shunaqa yashashga o'rganganda. To'ppa-to'g'ri. Esingdami singlim? Maktabda eng oldi qizlardan bo'lib yurarding. Eng zo'r kiyimlarni kiyarding. Esimda. 7-sinfda adam ishdan bo'shab, uyda o'tirib qolganlari ham esingdami? Esimda. O'shanda adam ish qidirib, ancha vaqt qiynalganlar. Lekin rahmatli onam bir og'iz adamga ta'na qilmaganlar. Pullari yo'qligini yuzlariga ham solmaganlar. Bolalari och qolganini ko'rib, ezilayotgan odamni rahmatli onam kulib kutib olardilar. Adam oyoqqa turib ketgunlaricha yonlarida turib qo'llab turganlar. Sen onamizdan o'rnak olish o'rniga men telefondagi soxta blogerlardan o'rnak olsanmi? Agar hozir ota-onamiz tirik bo'lishganda, seni bu qilgan ishingdan uyalishgan bo'lishardi. Kuyov bola, singlim nomidan men ham sizdan kechirim so'rayman. Iloji bo'lsa, kechiring. Ayollar bilasiz-ku, o'ylamasdan gapirib qo'yishadi. Adasi, meni kechiring. Ayolligimga bordim. Aka, siz ham meni kechiring.